Xususan bugungi tibbiy ko'rikdan o'tayotgan 1200 dan oshiq universitetimiz ishchi xodimlari bilan birgalikda professor o'qituvchilar sohada kam bo'lgan o'sha 20 dan ortiq ixtisosliklar bo'yicha o'zlarini tibbiyot ko'riklaridan o'tmoqda. Va albatta bu jarayon bevosita professor o'qituvchilarimizning sog'lig'i, salomatligiga nisbatan rahbariyat tomonidan, universitet tomonidan e'tiborni muhim garov sifatida qarash mumkin. Toshkent davlat tibbiyot universiteti bilan Toshkent davlat agrar universiteti oralig'ida shartnoma imzolangan. Toshkent davlat agrar universitetini o'qituvchi va xodim o'qituvchilari, professor o'qituvchilari va xodimlarini tibbiy ko'rikdan o'tkazish maqsadida qilingan. Bunaqa tadbirlar ko'proq uyushtirilishi kerak. ish vaqtidan ajralmagan holatda, ayniqsa bepul bu tibbiy ko'rik tashkil etilganligi keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.